Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochiq va aniq gaplashmoqchiman. 2026 yilda pensiyalar indeksatsiyasi 1 avgustdan pensiyalar qanday o'sishi mumkinligi va eng xavflisi shu mavzu atrofida tarqalayotgan aldov xabarlari haqida. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va pensioner ota-onasiga yordam berayotgan farzandlarga bevosita tegishli. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda 1 avgustdan hammaga katta qo'shimcha pul beriladi. Pensiyani 2 barobar oshirish uchun ariza topshiring. Indeksatsiya pulini olish uchun karta raqamingizni yuboring degan gaplar ko'paymoqda. Men shuni boshidan aytaman. Pensiya oshishi bo'yicha faqat rasmiy qaror, farmon yoki davlat organlarining e'loniga ishonish kerak. Qolgan shov-shuvli xabarlar ko'pincha odamlarni aldash. Karta ma'lumotlarni olish yoki keraksiz xizmat sotish uchun tarqatiladi. Agar siz pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov olsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki men oddiy tilda misollar bilan kimga qancha ta'sir qilishi mumkinligini tushuntirib beraman. Avvalo indeksatsiya nima ekanini tushunib olaylik. Indeksatsiya degani pensiya yoki nafaqa miqdorini narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'payishi va iqtisodiy holatga qarab qayta ko'rib chiqishdir. Oddiy qilib aytsam, bozorda un yo'q, dori, kommunal to'lov, transport, kiyim-kechak narxi oshsa, pensionerning eski pensiyasi avvalgidek yetmay qoladi. Shuning uchun davlat ma'lum davrlarda pensiyalarni oshirish orqali aholining daromadini qisman himoya qiladi. Oldin ko'pchilik bir narsani kutardi. Qachon farmon chiqadi? Pensiya qachon oshadi? Menga qancha qo'shiladi? Odatda pensiya oshirilsa, bu ma'lum sanadan boshlab amalga kiradi. Masalan, agar oshirish 1 avgustdan belgilansa, demak avgust oyi pensiyasi yangi miqdorda hisoblanadi. Lekin bu yerda juda muhim nozik joy bor. Hammaning pensiyasi bir xil summaga oshmaydi. Kimdir 1,2 ming so'm ko'proq olishi mumkin, kimdir 2,20 ming so'm. Kimdir esa minimal pensiya yoki nafaqa miqdoriga bog'liq holda boshqa raqam ko'radi. Endi nima o'zgardi? O'zgargan eng katta narsa shuki, odamlar rasmiy xabardan ko'ra ko'proq telefondagi xabarlarga ishonib qolmoqda. Pensiyani oshirish uchun mana bu havolaga kiring. Pasportingiz rasmini yuboring. Plastik kartangizga indeksatsiya puli tushirish uchun kodni ayting degan aldov usullari ko'paydi. Aslida pensiya indeksatsiyasi uchun oddiy pensionerdan karta kodi, SMS kodi, PIN kod, bank ilovasiga kirish paroli so'ralmaydi. Pensiya oshsa, pensiya jamg'armasi va tegishli idoralar hisob-kitobni o'z bazasida qiladi. Yana bir o'zgarish shuki, ko'pchilik 1 avgustdan degan sanani eshitishi bilan pul aynan o'sha kuni qo'lga tegadi deb o'ylaydi. Amalda esa pensiya to'lov grafiki bo'ladi. Kimdir pensiyani oyning 3 kunida oladi, kimdir 10 kunda. Kimdir bank kartasi orqali oladi, kimdir naqd shaklda oladi. Shuning uchun 1 avgustdan oshadi degani 1 avgust kuni ertalab hammaning kartasiga pul tushadi degani emas. Bu sanadan boshlab hisoblash boshlanishi mumkin. To'lov esa sizning hududingizdagi va bankingizdagi tartibga qarab keladi. Endi kim nimalarni bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak, shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh, yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta guruh. Agar siz mehnat staji asosida pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz miqdori bir nechta omillarga bog'liq. Ish staji, ish haqi, hisoblangan bazaviy miqdorlar, qo'shimcha ustamalar, ayrim hollarda imtiyozlar. Indeksatsiya e'lon qilinganda sizning pensiyangiz shunchaki hammaga bir xil qo'shiladigan summa bilan emas, balki amaldagi hisoblash qoidalariga qarab ko'tariladi. Masalan, bir pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Agar indeksatsiya shartli ravishda 10% bo'lsa, uning pensiyasi 1,20 ming so'mga oshib 1 million 320 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Ikkinchi pensioner 2 million so'm olayotgan bo'lsa, xuddi shu foizda oshganda 200 ming so'm qo'shiladi. Demak, foiz bir xil bo'lsa ham qo'shimcha summa har xil chiqadi. Shuning uchun qo'shnimga 200 ming qo'shilibdi. Menga nega 1,20 ming degan savolda avval pensiyaning boshlang'ich miqdorini ko'rish kerak. Ikkinchi guruh minimal pensiya yoki minimal nafaqa oluvchilar. Bu yerda holat boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ba'zi fuqarolarning pensiyasi juda kam hisoblangan bo'lsa, davlat tomonidan minimal miqdor belgilanadi. Agar minimal miqdor oshsa, aynan past pensiya oluvchilarga bu sezilarliroq ta'sir qiladi. Masalan, fuqaroning hisoblangan pensiyasi 700 ming so'm, ammo amaldagi minimal talab bo'yicha unga 900 ming so'm
to'lanayotgan bo'lsa, yangi minimal miqdor oshirilganda uning to'lovi ham o'zgaradi. Bu oddiy foiz hisobidan farq qilishi mumkin. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda guruh ish staji, tibbiy xulosa, nafaqa turi va boshqa mezonlar muhim. Hamma nogironligi bo'lgan shaxs bir xil pul olmaydi. Kimdir mehnat jarayonida orttirilgan nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Kimdir bolalikdan nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Kimdir umumiy kasallik asosida to'lov oladi. Indeksatsiya bo'lsa, u qaysi toifa oshirilgani va qarorda qanday yozilganiga qarab qo'llanadi. Masalan, birinchi fuqaro bolalikdan nogironligi bo'yicha ijtimoiy nafaqa oladi. Ikkinchi fuqaro esa 25 yil ishlagan va keyin nogironlik pensiyasiga chiqqan. Ularning ikkalasi ham sog'lig'i sababli to'lov olsa-da, hisoblash manbasi va tartibi turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun bitta tanishingizdagi o'zgarishni o'zingizga to'liq ko'chirmang. 4-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu holatda pensiya yoki nafaqa oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar soniga, marhumning ish stajiga, ayrim hollarda bolalarning yoshiga bog'liq bo'ladi. Agar indeksatsiya bo'lsa, har bir bola yoki oila a'zosi uchun hisoblangan ulush qayta ko'rilishi mumkin. Lekin bola 14 yoshga to'lgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qishi, hujjatlari yangilanishi yoki to'lovni davom ettirish shartlari alohida tekshirilishi kerak. Bu joyda ko'p xatolik bo'ladi. Odam pensiya oshishini kutadi, lekin aslida uning hujjati yangilanmagan bo'ladi. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odam men ishlayapman, menga oshmaydi yoki aksincha, ishlasam ham hammasi qo'shiladi deb o'ylaydi. Bu masalada har doim amaldagi qonunchilik va qaror matniga qarash kerak. Ayrim to'lovlar ishlayotgan pensionerga ham beriladi. Ayrim qo'shimchalar esa shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan rasmiy daromad soliq to'lovlari, mehnat shartnomasi bor yo'qligi ham ayrim hisob-kitoblarda ahamiyat kasb etadi. Birinchi misol. Qo'lida opa 6 yoshda 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. U har oy 300 ming so'm dori darmonga, 2 ming so'm kommunal to'lovga, 400 ming so'm oziq-ovqatga sarflaydi. Narxlar oshgani uchun uning pensiyasida deyarli zaxira qolmaydi. Agar 2026 yilda indeksatsiya bo'lib, pensiya 10% oshsa, qo'lida opaning pensiyasiga taxminan 1 ming so'm qo'shiladi. Bu katta boylik emas. Lekin dorining bir qismini yopadi yoki kommunal to'lovdagi bosimni kamaytiradi. Shu sababli indeksatsiya oddiy pensioner uchun qog'ozdagi raqam emas, kundalik hayotdagi real yordamdir. Ikkinchi misol. Karim aka 2 million 500 ming so'm pensiya oladi. Chunki ish staji ko'p va avval yuqoriroq maoshda ishlagan. Foizli oshirish bo'lsa, unga qo'shiladigan summa holida opanikidan kattaroq ko'rinadi. Masalan, 10% da 2 ming so'm qo'shiladi. Kimdir buni adolatsizlik deb o'ylashi mumkin. Lekin pensiya tizimi avvalgi ish haqi va stajga bog'langan bo'lsa, boshlang'ich miqdor yuqori bo'lgani uchun foiz ham katta chiqadi. Shu bilan birga minimal pensiya oluvchilarni himoya qilish uchun alohida minimal miqdorlar ham belgilanishi mumkin. 3-misol. Dilshod ismli yigit otasidan boquvchisini yo'qotganlik to'lovi oladi. U kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qisa, ma'lum yoshgacha to'lov davom etishi mumkin. Lekin u o'qishini sirtqi shaklga o'tkazsa yoki o'qishdan chetlashtirsa, to'lov shartlari o'zgaradi. Bu yerda indeksatsiya bo'lsa ham, avvalo uning to'lov olish huquqi saqlanganmi? Shu tekshiriladi. Shuning uchun yoshlar va ularning olar hujjatlarini vaqtida yangilash kerak. 4-misol. Saudat opa telefoniga xabar oladi. 1 avgust indeksatsiyasi uchun 820 ming so'm qo'shimcha pul ajratildi. Olish uchun havolaga bosing. U havolaga kirsa, pasport, karta raqami va SMS kod so'raladi. Mana shu eng xavfli joy. Rasmiy idora hech qachon pensiya oshirish uchun bank kartangizning SMS kodini so'ramaydi. Agar Saudat opa kodni bersa, kartasidagi pul yechib olinishi mumkin. Keyin pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, indeksatsiya xabarini tekshiring, havolaga shoshilib kirmang. Ayniqsa xabar notanish raqamdan kelgan bo'lsa. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya bilan qayta hisoblash bir xil narsa emas. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatingiz, ish stajingiz yoki daromadingiz bo'yicha pensiyani qaytadan ko'rib chiqishdir. Masalan, siz pensiyaga chiqqaningizda ish stajingizning bir qismi tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Keyin arxivdan hujjat topildi. Ana shunda pensiya alohida qayta hisoblanadi. Bu indeksatsiyadan boshqa masala. Ko'p odamlar ikkalasini aralashtirib yuboradi. Ikkinchi nozik jihat,
qarorda qaysi to'lovlar oshirilgani aniq yoziladi. Masalan, yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyalari. İjtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlar alohida ko'rsatilishi mumkin. Agar biror to'lov turi qarorda ko'rsatilmagan bo'lsa, u avtomatik oshadi deb xulosa qilish noto'g'ri. Shuning uchun rasmiy matndagi so'zlarga e'tibor berish kerak. 3-nozik jihat. Hamma 1 million so'm qo'shimcha oladi degan xabarlar odatda yolg'on bo'ladi. Davlat miqyosida pensiya oshirilganda millionlab odamlar qamrab olinadi. Agar har bir odamga juda katta bir martalik pul berilsa, bu byudjetda ochiq ko'rsatiladi. Rasmiy manbalarda e'lon qilinadi. Notanish kanaldagi rasm, kesilgan video yoki sun'iy ovoz bilan qilingan xabar asos bo'la olmaydi. 4-nozik jihat. Pensiya oshganda ayrim yordamlar yoki subsidiyalar mezoni ham ta'sirlanishi mumkin. Bir oilaning jami daromadi ijtimoiy yordam olish chegarasiga yaqin bo'lsa, pensiya oshishi oilaning rasmiy daromadini ko'paytiradi. Bu ba'zi hollarda subsidiya yoki nafaqa huquqini qayta tekshirishga sabab bo'lishi mumkin. Bu har doim ham salbiy degani emas, lekin oilaviy daromad hisobida pensiya ham ko'rilishini unutmaslik kerak. 5-nozik jihat. Bank kartasi bilan bog'liq muammolar. Pensiya oshgan, hisoblangan. Lekin karta muddati tugagan bo'lsa yoki bankda texnik cheklov bo'lsa, pul vaqtida ko'rinmasligi mumkin. Ayrim pensionerlar kartasi ishlamay qolganini bilmaydi. Shuning uchun avgust oyiga yaqin kartangizning amal qilish muddatini, bank ilovasidagi holatni, SMS xabarnoma ulangan-ulanmagani tekshirib qo'yish foydali. 6-nozik jihat. Doimiy yashash manzili va hujjatlardagi ma'lumotlar. Agar pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, yashash joyi boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumot ham mos bo'lishi kerak. Aks holda to'lovda kechikish, tekshiruv yoki qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Bu indeksatsiya sabab emas. Lekin indeksatsiya davrida odamlar ko'proq murojaat qilgani uchun muammo ko'zga tashlanadi. 7-nozik jihat. Orqaga hisoblash. Agar qarorda oshirish 1 avgustdan kuchga kiradi deb belgilansa. Lekin siz yangi miqdorni sentabrda olsangiz, ayrim hollarda avgust uchun farq keyingi to'lovga qo'shib berilishi mumkin. Lekin bu ham to'lov tartibi va rasmiy qarorga bog'liq. Shuning uchun qo'shilmadi. Demak, meni unutishdi deb darhol vahima qilishdan oldin hisob varaqasi yoki pensiya bo'limidan aniq ma'lumot olish kerak. 8-nozik jihat. Vositachilar. Men pensiyangizni oshirib beraman. Tanishim bor. Arizasiz pul chiqmaydi. Xizmat haqi oldindan degan takliflarga juda ehtiyot bo'ling. Indeksatsiya umumiy tartibda bo'lsa, uni hech kim pul evaziga tezlashtirib bermaydi. Agar sizda hujjat asosida qayta hisoblash huquqi bo'lsa, buni rasmiy ariza bilan bepul yoki belgilangan davlat xizmat tartibida amalga oshirasiz. Vositachiga pasport nusxasiz, karta ma'lumoti, ishonchnoma berish katta xavf tug'diradi. Birinchi qadam faqat rasmiy manbani tekshiring. Pensiya oshishi haqida xabar ko'rsangiz, avval prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi, iqtisodiyot va moliya vazirligi yoki davlat xizmatlari portallaridagi e'lonlarni ko'ring. Telegram kanalidagi rasmiy belgiga ham aldanmang, chunki soxta kanallar ham rasmiyga o'xshatib ochiladi. Manzilini, obunachilarini, eski e'lonlarini va boshqa rasmiy sahifalardan havola berilmaganini tekshiring. 2-qadam. O'zingizning hozirgi pensiya miqdoringizni yozib oling. Avgustdan oldin qancha olayotganingizni bilmasangiz, oshganini ham to'g'ri tekshira olmaysiz. Masalan, iyul oyida kartangizga 1.340.000 so'm tushgan bo'lsa, uni yozib qo'ying. Avgust yoki sentabrda 1.1 so'm tushsa, farqni ko'rasiz. Agar bir martalik qarzdorlik yoki oldingi oy farqi qo'shilgan bo'lsa, bu ham alohida tushuntirilishi kerak. 3-qadam. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar. O'quvchisini yo'qotganlik holatida tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni ko'tarib yurish shart emas, lekin muammo chiqsa, qayerda ekanini bilishingiz kerak. 4-qadam. Agar pensiya miqdorida xato deb o'ylasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini 2026 yil 1 avgustdan qo'llangan indeksatsiya bo'yicha qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Hisob-kitob natijasi va qo'llangan me'yoriy asos haqida yozma
javob berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, pasport ma'lumotingiz va imzo bo'lishi kerak. 5-qadam, bank kartangizni himoya qiling. Hech kimga SMS kod aytmang. Hech kimga karta orqasidagi raqamni yubormang. Bank ilovaningizga notanish odam kirib bermasin. Pensiya puli tushishi uchun tasdiqlash kodi kerak degan gap mutlaqo xavfli. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating va bankingizning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-qadam, oiladagi keksalarga tushuntiring. Ko'p aldovlar aynan keksa insonlarga qaratiladi. Chunki ular telefon havolalari, soxta saytlar va bank kodlari xavfini har doim ham bilmasligi mumkin. Ota-onangizga, buvingizga, bobongizga aniq ayting. Pensiya oshishi uchun hech kimga kod berilmaydi. Havolaga kirilmaydi. Oldindan pul to'lanmaydi. Agar shubhali xabar kelsa, avval farzandlariga yoki ishonchli yaqiniga ko'rsatsin. 7-qadam, pensiya hisobida stajingiz to'liq kiritilgan-kiritilmaganini tekshiring. Bu ayniqsa sobiq korxonada ishlagan, korxona yopilib ketgan, mehnat daftarchasida yozuv xato tushgan yoki ish haqi ma'lumotlari arxivda qolgan odamlar uchun muhim. Agar indeksatsiyadan tashqari pensiyangizning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun hujjat kerak, men ishlayman degan og'zaki gap yetmaydi. 8-qadam, to'lov kechiksa darhol xulosa qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval bankdan tushum holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Agar javob noaniq bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning kuchi shundaki, unga belgilangan tartibda javob berilishi kerak bo'ladi. 9-qadam. Internetdagi raqamlarni o'zingizga to'g'ridan-to'g'ri qo'llamang. Masalan, kimdir menga 300 ming qo'shildi desa, sizda ham 300 ming bo'lishi shart emas. Sizning pensiyangiz 1 million bo'lsa, unikisi 3 million bo'lishi mumkin. Siz ijtimoiy nafaqa olasiz, u yoshga doir pensiya oladi. Sizda qo'shimcha ustama bor, unda yo'q. Shuning uchun solishtirishdan oldin to'lov turi va boshlang'ich miqdorini bilish kerak. 10-qadam. Qaror chiqqanidan keyin uning sanasiga e'tibor bering. Ba'zi qarorlar avgustdan, ba'zilar sentabrdan, ba'zilar esa e'lon qilingan kundan kuchga kiradi. San noto'g'ri tushunilsa, odam pulni noto'g'ri oyda kutadi. Shuningdek, ayrim hollarda oshirish bir bosqichda emas, bir necha bosqichda bo'lishi mumkin. Masalan, avval minimal miqdorlar, keyin ayrim toifalar, keyin boshqa qo'shimchalar qayta ko'rilishi ehtimoli bo'ladi. Bunday holatda har bir bosqich alohida tushuntiriladi. Men ekspert sifatida eng muhim xulosani aytaman. Pensiya indeksatsiyasi odamlarning real xarajatlarini qoplashga qaratilgan ijtimoiy mexanizm, lekin u atrofida aldov ham ko'payadi. Kimdir sizning umidingizdan foydalanadi. Kimdir katta pul chiqadi deb ishonchingizni oladi. Kimdir kartangizdagi bor pulni yechib olishga urinadi. Shuning uchun pensiya oshishi haqida xabarni eshitganingizda quvonish tabiiy. Lekin tekshirish undan ham muhim. Yana bir narsani unutmang. Agar 2026 yil avgustdan pensiyalar oshirilishi rasmiy tasdiqlansa, ko'pchilikka alohida ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin. Chunki umumiy indeksatsiya odatda avtomatik qo'llanadi. Ariza kerak bo'ladigan holatlar boshqa. Pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, stajingiz qo'shilmagan bo'lsa, hujjatingiz yangilanishi kerak bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi uchun o'qish ma'lumotnomasi talab qilinsa yoki bank to'lovi bilan muammo chiqsa. Bugun men sizga 2026 yilgi indeksatsiya mavzusida eng muhim jihatlarni tushuntirdim. Pensiya oshishi hamma uchun bir xil summa bo'lmasligi mumkin. 1 avgust sanasi hisoblash sanasi bo'lishi mumkin. To'lov esa grafik bo'yicha keladi. Minimal pensiya, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi va ishlayotgan pensionerlar bo'yicha alohida nozikliklar bor. Eng katta ogohlantirishim shu: karta kodi, SMS kodi, pasport rasmi, bank ilovasi parolini hech kimga bermang. Indeksatsiya rasmiy tartibda amalga oshiriladi, soxta havola orqali emas. Shubhali xabarni ko'rsangiz avval tekshiring, keyin harakat qiling. Sizdan iltimos izohlarda yozing. Hozir pensiya yoki nafaqa miqdori sizning xarajatlaringizga yetyaptimi? 2026 yildagi indeksatsiyadan qanday o'zgarish kutyapsiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyani ota-onangiz, qarindoshlaringiz va qo'shnilaringizga ham yuboring. Bu mavzuda xabardor bo'lish pulni ham, asabni ham, xavfsizlikni ham asraydi.